Voy, Sirtqa chiqing, kurashmabdimiz. men uydan xotim bor, chiqmayman dedim. Nimada telefon qilaversa, Agar tushmasangiz men uyingizga chiqibman izlab sizni. qanday qilsam qilmamsan? Men qo'rqoq so'radim. Voy, yaxshimi? Yaxshi. Sizga aytgan gap bor-da, kirsam bo'lamdi. Kiring. Qanday nima gapingiz bor dey? Men sizning uyingizniki qiz do'sti. Nasıl kötü sorum? Qani, davring qulqam sizda. Yo'ldoshingiz bilan 2 ming aralashib turdi, 2 oydan oshdi. Yo'ldoshingiz meni jannatda yaxshi ko'rdi. Endi sizga ma uyda o'yin qolmadi. Asta bekorlab chiqasiz. Menla pishib o'tsam bo'g'day tayyor qilib qopsiz. Muhabbati deb qo'ying. Siz faqat shovsin, ya'ni oshla. Gapni satini deganda siz faqat purab qolgan bas xolos. Anglamaganmi? Biz demayotgan mushuk yo'q deganni. Er kishi degan uy kirsa birning, sirtqa chiqsa mingning deb degan. Er kishi sirtda vaqtli xushalliqni izlaydi shu. Paydolanib bo'lgandan keyinlam koni paypaqni tashlaganda tashlayotdi. Men sizday cho'kalda netchin yolg'iz deb bo'lgan. O'zingizcha mayo kesam, o'rin bo'sh tipranti deganman. Uxlamay tush ko'rasiz. Men sizday so'ymilni jiq ko'rgan. Siz eng yaxshisi oldimga yug'inab bankilan. Ma'qulmi? Kichik bo'lgankin to'g'ri yo'lni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Haqqa oshilolmay. Erimayna, meni yaxshi ko'radigan ya sinimi? O'zining og'zidan olib baqing. Erim, mayaga chiqing, ha? Hammani qilib bo'ldim. Qani dang, o'zingizning og'zidan bir anglab baqay. Men ezibdima xotin. Men bilan japadimi halovatim birga bo'lib, meni dada qilish persikoshtigan. Sen ayolimni yaxshi ko'r. Siz meni sang. Endi boshqa gaping yo'qdi. Qaysang bitta. Sizlar Meros, to'xtanglar. Erim bilan munosabatim mushiyada oxirlashdi. Bundaki erimni izlab salsang yoki men uyimni oldin o'tab salsang, men sizni butun xalq oldida sazoy qilasman. U chog'da xalqqa muhabbat emas, oshnama bo'lolmaysiz. Yo'qolsang buti. Dur xapama, men rostla xato qildim. Menga bir qatam fursat. Men bundan yarguz andashlarni qilmayman, ma'qulmi? Voy ras, men bizanniki men ko'yacha ochiqda, men hojimiyasini kelgan, men ichida taq tuxumim chiqdi. Men yog'ini ochiqimiz qat. Ma'qulmi xotin? Bo'ldi. Bundan keyin ikkimizning orasida er-xotinlik mehr muhabbat, ishonch aytgan narsa endi mavjud emas. Men unda buzuqilni deb hargiz bu oilamda voz kechmayman. Bolalarimni yetim qilmayman. Siz bundan keyin faqat shu bolamning dadasi, men onasi. Men sizdan jiq narsa kutmagan. Faqat sadoqatni kutgan. Sadaqatni so'raysan, o'zing bilmaysan nechun muhabbatdan voz kechding. Sadaqat uchun, sadaqatni so'raysan, o'zing bilmaysan nechun muhabbat